Bu videomiz kamgina meditsina tarafga qarab, xudo xolasa, ancha odamlarga kerakli bo'ladi. Yosh bolachalarni kechqurunda peshob qilib qo'yishi, qaysi paytgacha normal holat bo'ladi, qaysi paytgacha o'zi patologiyaga qarab chiqib keladi. Bolachalar aslida o'zi 1 yoshdan o'tgandan keyin sekin-sekin o'zi aytishni boshlaydi, garshokka borishni boshlaydi. 2 yoshgacha borgancha o'zi bepampers bo'lishni boshlaydi. Bor 5 yoshar, 7 yoshar, 8 yoshar bolachalar o'zi kechqurunda peshob qilib qo'yadi. Ota-onasi lekin hali ham sababini topmayapti. Doktorga, u doktordan bu doktorga, bu doktordan u doktorga. Hamma narsani topshirib chiqib, lekin javob yo'q. Baribir qilib qo'yadi. Har bir doktorga borsangiz, baribir sizga qanaqa lechni yozadi. Qanaqa lechni yozadi. To'g'ri keldi, bekor ketmasin deb. Endi siz shu yerda xato qilmasligingiz uchun nima qilishingiz kerak? Qilayotgan ishingiz, bolangiz peshob qilib qo'yaptimi? To 3 yoshgacha bir bola qilib o'rgating. Agar o'rganmasa undan keyin bolangiz tekshirishni boshlang. Bolangiz tekshirishni boshlang. Birinchi qilayotgan ishingiz xirurg yoki urolog bilan harakat qilavering. Agar urologiyani bilayotgan bo'lsa xirurg, o'sha bilan zarimatsiya qiling. Agar bo'lmasa urologga boring. Детский urolog, взрослый urolog emas. Pediatr emas, terapevt emas. Har xil doktorlarga bormang. O'sha specialist bo'yicha ishlagan doktorlar o'zi bilan ishlang. Chunki bizda bitta doktor degan nomini bilsa bo'ldi. Boradi, o'sha doktorga hamma dardini aytadi, lekin u doktor umuman boshqa profilda. O'shaning uchun unaqa ish qilmang, xato qilasiz. Vaqtingizni ham ketkazasiz, o'zingizni neringizni ham ketkazasiz, mablag'ingizni ham ketkazasiz. Nima qilishingiz kerak? Urologga borishingiz kerak. Детский urolog. Детский urologga borasiz. Urologiyskiy hamma tarafni ko'rsatib chiqasiz. Urolog nima qiladi? Urolog polni ichki organlarni, to есть siydik yo'lini, peshob yo'lini uzi qiladi. Uzi. Buyuragini, mochtochnikni, siydik pufagini polni uzi qilib chiqadi. Qayta patologiya bor. Shu patologiyasini qidirib chiqadi. Hammasi yaxshi bo'lyaptimi? U paytda analiz topshiradi. Peshobini, qonini analizini topshiradi. Hammasi yaxshi bo'lyaptimi? Bo'ldi. Siz urolog bilan ishingiz bitdi. Beta biron xil problema topmasa, urolog bilan ishlamang. Sho, urolog sizga aytadi, "Men tarafda hammasi yaxshi" deydi. Unda nima qilasiz? Undan keyingi sizni qilayotgan ishingiz nevrologga borishingiz kerak. Nevrolog. Nevrolog nevrologiyskiy uni lechina qilishni boshlaydi. To есть kallasini EEG qiladi. EEG degani bu elektroensefalografiya deydi. To есть peshob kelyapti. Misol uchun mana katta odamlar o'zingiz bilasiz. Peshobingiz kelsa, o'zi siz his qilasiz. His qilishingizning sababi nimadan? Chunki o'zi peshobdan to'ladi. Peshobdan to'lgandan keyinsiga siz miyaga signal beradi. Miya signal berdi, miya sizga aytadi o'zi. Siz bilasiz shu narsani, borasiz keyinsiga hojatxonaga borib, nimani chiqarishga. Balada o'sha narsa signal kelmayapti. Signalda qaytadir uzilish paydo bo'lib qolyapti. Peshob to'layapti, bu yoqqa signal urmayapti, bola turmayapti. Tushundingiz ha? Borasiz, uni tekshirasiz. O'zi nevrolog sekin nima qilib chiqadi. U paytda bo'lmasa ham bolangizni поясничных отделida, то есть shu umurtqani oxirgi qismi tepasida. O'sha yerda rentgen qiladi. O'sha yerda ham patologiya bo'lishi mumkin. Bulan qilib chiqasiz. Agar hammasi yaxshi bo'layotgan bo'lsa, nevrolog o'zi sizga yozadi lechinasini. Lechinani ham одновременно olasiz. Undan keyinsiga sizni qilayotgan ishingiz bolangizni kamida 3 oygacha balani har kun kechqurunda bir vaqtda, misol uchun bolangiz soat 9 da uxlasa, 2 soatdan keyinsiga turg'izishingiz kerak. To, чтобы adaptatsiya qildirish uchun. Nevrologist tarafdan hammasi yaxshi bo'layotgan bo'lsa, nevrolog dori yozib beradi, lekin doriga ishonib o'tirmaysiz. Bolangizni turg'izing. Bolangiz bilan ishlasangiz, bolangiz yaxshi bo'ladi. To есть trenajyorniy zalga borasiz. Misol uchun qo'lingizga kachat qilaversangiz, qo'lingizda nimalar chiqaradi, to'g'rimi? Mishsalar chiqib, kamli forma o'zgaradi. Forma uyda o'tirib dorini ichsangiz, forma o'z-o'zidan o'zgarib qolmaydi. Dori ichgan taqdiringizda ham o'shanga mashq qilmasangiz o'zgarmaydi. Xuddi shunday ham dorini ichasiz, ham kechqurun bolangizni turg'izasiz. Bolangiz turg'izib ko'tarib chiqmang, bolangiz uxlayotibdi, siz ko'tarib olib chiqdingiz, o'sha yerga o'tkazib qo'ydingiz, u peshobni qilsa olib kirib, unaqa qilmang. Bolangizni turg'izasiz, ikkita qo'lidan ushlab turib, yurg'izing. Чтобы bola bilsin, his qilsin, чтобы turganligini. Sekin yaxshi gapirib turg'izavering. Birinchi haftasida to 3 haftagacha mosh peshob qo'yishi mumkin, uspet qilmashingiz mumkin. No, undan keyin bolangiz sekin-sekin o'rganadi shu narsaga.
bolangiz sekin sekin o'rganadi. 3 oy davomida qilsangiz hammasi joyiga keladi o'zi. No bizda bor-ku, misol uchun nima qilsam bo'ladi? 3 hafta deydi. 21 kunda organizm adaptatsiya qiladi deydi. Lekin men praktikamda 3 haftada bo'lgan, lekin основной eng сложный kasalim 3 oy davomidan keyinsiga bala yo'q bo'lib ketdi. То есть balani nimasi yo'q bo'lib ketdi. Yani simptomlari yo'q bo'lib ketdi. Balani o'zi turishga boshladi. Xuddi shundaki, siz ham shu narsadan foydalansangiz, hayotingizga juda kerakli bo'ladigan narsalar bo'ladi. Lishni vaqtingizni, nervingizni, oshcha mablag'ingizni trast qilmaysiz.